Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuz yo'l qurilganligining 75 yilligi munosabati bilan elib berilgan keng ko'lamlik birlash namoyish haqida qisqacha so'zlayman. Shundaqla bu namoyishga Gollandiyadagi barliq Sharq Turkistonliklarni bu namoyishga ve oldu bilen oldun kapta avazım var mı yok mu? Oldun kapta dadam rahmetlik Xitoy tajovuzchilarniki jazo lagerda shahid bo'lib ketdi. Bu munosabat bilan o'zining sosyal medialarda bunu e'lon qildim. Dadamninki o'limiga uchun mendan bana telefon qilib, uçur yollab, pati kelib, bana istaşlık qilgan barliq qarindoshlarımga, shundan dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarniki dadamning ro'yiga atab, xatmidan o'rlashtirgan barliq qarindoshlarga samimiy rahmatimni aytaman. O'zimning yolg'iz emasligini, shundaqla butun dunyo Uyg'urlarnikilar yanla meni qo'llab-quvvatlab, bana istaşlık qilib dadamning ro'yiga duo qilganlar uchun ko'p suyundim, mamnun bo'ldim. Şundaqla bu qarindoshlarımga samimiy rahmatimni aytaman. Endi Amsterdam Dam maydonida elib berilgan birlash namoyish haqida qisqa tushuncha beraman. Bu yil 10 oyning 1-kuni Xitoy tajovuz davlati qurilganligiga 75 yilligi. Bu munosabat bilan Gollandiyadagi Xitoy tajovuzchilar qarshi Sharq Turkistonliklar, Tibetlar, Janub Mongoliyaliklar, Hong Kongliklar, Kantoniliklar, undan başqa Xitoy demokratchilari, shundaqla Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi aktivistlar yig'ilib 9-oyninki 29-kuni yakshanba kuni Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuzchilariga qarshi keng ko'lamlik namoyish o'rlashtirdi. Meningki qurgan bir munbar var. Yani Xitoyga qarshi barliq kuchlar bilan jumladan bu munbarda Tibetlar var, Janub Mongoliyaliklar var, Hong Kongliklar var, Kantoniyaliklar var, Jin davlati va undan boshqa yana Xitoyga qarshi harakat qilayotgan Xitoy demokratchilari ham Xitoy aktivistlar bor. Bular hammamiz birlashib o'sha Xitoy tajovuz hokimiyatiga qarshi keng ko'lamli namoyishlarni o'rlashtiramiz. Bu qadar namoyishlarni biz birlikda o'rlashtirdik. Meningki hamda Xitoylar bilan ba'zi namoyishlarni birlikda o'rlashtirishimniki oldingi sharti bor. Meni chaqirsalar kim oldirab ketib qolmayman. Shundaqla mening faoliyatimga keladigan Xitoylarnikimi hammasida qarqiyoq taklif qilmayman. Buning birinchi sharti ular eng avval Sharq Turkistonniki Xitoy tajovuzchilar tarafidan besilgan zemin ekanligini e'tirof qilish kerak. Shundaqla Sharq Turkistonniki mustaqilligini qo'llash kerak. Buni ig'zoki va men Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligini e'tirof qilaman va yoki Sharq Turkiston mustaqil qo'llayman deb qo'yishlar emas. Bu vaqtda video taqib so'zlash kerak. Bu vaqtda men ilgirimi nurg'un Xitoylarni so'zlatib Facebooklarda taqatdim naqmaydan qilib şu Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan kuchlar bilan birlikda ular bilan yana hamkorlik asosida faoliyat qilishimniki oldingi sharti bu meniki. Bu hammamizniki ko'rib turayotganimizdek oldingi yilnisi Amsterdam Dam maydonida Xitoy faoliyatchilari 10-oyninki 1-kuni Xitoy davlatining qurilganining 74 yilligiga qarshi bir namoyish o'rlashtirgan. O namoyishga men tashkilotim nomidan taklif qilingandim. So'z qilish jarayonida men qo'ygan shartim avval Sharqning davlat marshini qo'yman. Uning keyinidan Sharq Turkistonni bulayotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoy tajovuzchining Sharq Turkistonga besib kirganning yog'i qilayotgan jinoyatlarni anglataman. Buning uchun 20 minut vaqt bersang deb buni talab qilgandim. Shunga şunun bilan bu söz qilishninki 3-navbatida meni taklif qilgan. Men chiqib eng avval Sharqning davlat marshini qo'yib, uning keyinidan Sharq Turkistonning bulayotgan irqiy qirg'inchilikni hamma anglatib, qanday nurg'un
xalqlar bundan ta'sirlandi. Bu faoliyat jiddiy shaklda elib berilayotgan faoliyat tugash oz qolib qolgan vaqtida meni yana bir qatim Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni oilamningki ahvoliga birlashtirib yana bir qatim so'zlab berishni taklif qildi. Bu namoyishni o'rinlashtiruvchi bir gollandiyalik meni taklif qilgan. Men bu yerga qayta chiqib Sharqdan davlat marshini qo'yib, hamda davlat marshini o'rindayotgan vaqtimizda yanada bir Xitoy kelib, qo'limda mikrofon tortib olib, Sharqdan davlat marshini o'ngiltishni to'xtatib qo'ydi. Bu naq maydon shu yerda nurg'unlar taqatib ko'rdinglar. Buni elayotgan Xitoy kommunistlar Xitoyningki Yevropada turishdiq, ya'ni Gollandiyada turishdiq, eng cho'ng, ya'ni 2 nomerlik shaxsga bu Xitoylarni Xitoy Kommunist Partiyadan chekindirish markaziniki 2 nomerlik shaxsga shu kuni mening qo'limda biroz tortib olgan Xitoy. Shunlar u yerda ozroq jidal chiqdi, naq maydonga soqchilar keldi. Oxiri meniki haqliq bo'lganligi uchun u yerda soqchilar mening davomli yana bu faoliyat normal elib berishiga normal elib berishni qo'lladi. Shunki men qaytadan u yoqda so'zladim. Bu yerda qancha Uyg'urlar bordi, Xitoylar bordi, hatto Xitoy demokratchilari, ba'zi Xitoy qarshi kuchlarmi, osh Xitoyningki yo'lsiz taraflarga qarshi meni qo'llab, meni qayta so'z qilishim uchun bu Xitoyga qarshi ashad o'zining noroziligini ifodaladi. Uning keyinidan bu faoliyat tugagandan keyin men qaytib ketgandan keyin bu yer bo'lgan ahvollarni Facebooklarda yozdim, taqatdim, Twitterda taqatdim. Menga hissashlik qildigan shu naq maydonda bor Tibetlar, Xitoy demokratchilari, Janub Mongoliyaliklar, undan boshqa kantoniyaliklar, Hongkongliklar mening bu haqqoni shu yerda qilayotgan faoliyatlarimni qo'llab, Xitoyningki yo'lsizlarga qarshi o'ziniki yozmalarni yozdi, e'lon qildi, hatto guruhlarni u Xitoy qattiq tanqidlagandan. Shundan keyin bu Xitoy nayt o'sal ahvolga tushib qolgandan keyin shu kunki men yozgan yozmalarimni Twitterda, Facebookda tarqatgan videolarni o'chirishni talab qilib, men bilan aloqa qildi. Men buni qattiq qarshi turdim. Hatto men kechirim so'radi. Men sendan kechirim so'rayli. Bu videoni, shu nahmidan yozgan yozmani o'chirayotgan bo'lgan bo'lsa, deganki men qattiq ochig'im kelib buni keskin rad qildim. Hatto buningga ba'zi tashkilotlarni o'tirib qo'ygan bo'ldi, ba'zi muhim shaxslarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Hammasiniki o'tirishgan salashdan hammasini salasini rad qilyaptim. Qattiq buni o'chirib etmayman. Mushbet turdi Facebookda, Twitterda. Hatto bular meni ayrim bir yakap choy ichib, qahva ichib, o'zaro paranglashish, suhbatlashish shartini o'tirib qo'yganimda buni rad qildim. Bu qatim Gollandiyada 7-oyning 8-kundan 7-oyninki 12-kungacha 5 kun Xitoy davlat raisi Jallod Shi Jinpingga sot echildi. Gollandiya hammangiz xabari bor. Shu sotni men taklif qilingan, shu yerda men mush Xitoylardan kelganlari bor ekan, eng cho'ngi. Yani Falun Gong'dan eng cho'ng ekanda Gollandiyadagi. U men bilan shu yerga ko'rishib, videoni shu materiallarni men Facebook'imdan, Twitter'dan o'chirishni talab qilib chiroyliqcha. Men seni yana bir qatim kechirim so'ray, mushani o'chirib etgan deb. Men buni qattiq o'chirmadim. Shunlar bu Xitoylarniki, Falun Gong'larniki Amsterdam dam maydonida keng-ko'lam namoyish qilish huquqi buni eptashnida. Chunki bular shu qatliq namoyishni o'rinlashtirgan bilan namoyishni tinch shaklda ep berishligiga to'sqinlik qilgan Xitoyni bu nimadan uni yaxshi bir taraf qilolmaganligi uchun shuning bu qatimliq namoyishni Falun Gong'dan boshqa Xitoylar qarshi barliq kuchlar birlikda o'rinlashtirdik. Men har yili, ya'ni 2018 yildan tortib hozir qadar har yili Amsterdam dam maydonida Xitoy tajovuzchining davlat bayram kunida shu yerda so'z qilishga, shu namoyishni birga qilishga taklif qilinaman, shu guruhdan, munbardan. Qo'ygan shartimning hammasi hozir qadar o'zgarib boqmadi. Birinchisi men so'z qilish fursati kelganda mening davlatimni Xitoy tajovuzchilar besib olgan. Buning uchun men eng avval Sharqdan davlat marshini qo'yman. Uning keyinidan o'zimninki g'oyib bo'lgan 19 oila a'zolarimning ahvolini, Sharq Turkiston bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoy tajovuzning navbatdagi jinoyatlarning hammani so'zlayman. Buning uchun men eng kam bo'lgan 20 minut vaqt bersan deb. Shundaqla bu faoliyatga Gollandiyadagi boshqa tashkilotlarni ham Uyg'ur jamoatini kirishga davomli taklif qilyapmiz, ammo
qo'llash yetarlik emas. Yana men so'zlab turgan vaqtida bo'lib qolsin, ovoqimizda bizning sharqdan besangiz zimin ekanligiga oid lozunkalarni, bayroqlarni tutib turadigan odam oz. Bu bir keng ko'lamli faoliyat bo'lganligi uchun Gollandiyadagi barliq tashkilotlarniki jumladan Gollandiyadagi barliq Uyg'urlarniki bu faoliyatga aktiv qatnashib, shu keng ko'lamli Xitoy tajovuzchilarining davlat bayramini elib berilgan bu namoyishga aktiv qatnashishini umid qilaman. Shundaqla Gollandiyadagi boshqa tashkilotlarning shu yerda so'z qilish uchun men yolg'iz emas, boshqa tashkilotlarning borlig'ini shu munbarda o'tirib qo'yib, ularning so'z qilish haqqi borlig'ini talab qildim. Ular talabimga fikrim hurmat qilib, qanchalik Uyg'ur kelib qolsa, qancha Uyg'ur so'zlayman desa, hammasiniki so'z qilishiga biz sharoit hozirlab beramiz dedi. Shuningga qaysi tashkilot kelmoqchi bo'lib qolsa, kelsa o'zining tashkilot nomidan Xitoy tajovuzchilarininki 75 yillikka qarshi bu namoyishda so'z qilsa bo'ladi. Shuning uchun 29-sila soat 12dan tushdan keyin soat 3gacha elib berilgan bu namoyishga Gollandiyadagi barliq tashkilotlarni, jumladan Gollandiyada yashayotgan barliq Uyg'urlarni, Sharq Turkistonlik bir qator namoyishga taklif qilaman. Namoyishga kelayli, nurg'un qarindoshlar va namoyishga qatnashgandan nimaga foydasi bor? Namoyishga nimamizni hal qilib to'q deb. Unda biz namoyish qatnashmasak, uyda o'tirib nimani hal qilib to'q. Uyga o'tirib bir ish hal qila olgan bo'lsak, namoyishni o'chog'ida namoyish sal qarasak bo'ldi. Bizning chet ellarda qila oladigan birdan-bir ishimiz Xitoy tajovuzchiga qarshi ajallik biralagan zarbimiz namoyish maydonida tik turib, Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchiligini anglatish, shundaqla xalqaroni Sharq Turkistonniki Xitoyning Sharq Turkistonga olib borgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharq Turkistonniki mustamlik oxirlashtirishga o'zimizningki bayonotini, chaqiriqini o'ngilta olamiz. Shuning uchun sukutda turib, uningga norozilik bildirmay, imkoniyatimiz yetgan doirada maydonga kelib, naq maydonda Xitoy tajovuzchilariga qarshi shiorlarimiz orqali shu yerda o'zimizdagi norozilikni ifodalasak bo'ladi. Kim nima so'zlasa, hammasiga shu yerda so'zlash fursati bor. Bu ahvollar buni videolarni taqib qo'yinglar. Qolganini 9-oyninki 29-kuni soat 12da Amsterdam Dam maydonida ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat.